Qo'shni uyga yangi kelin tushdi. Eshikni ochishimiz bilan salom berib kutib oldi. Judayam oqko'ngil kelin ekan, baxtli bo'lsin. Hamma qo'shnilar yig'naldik, maza qilib o'tirdik, suhbatlashdik. Rasmlarga tushishdi, maza qilib choylar ichib, suhbatlashib, to'ydagi voqealarni aytishib, kulishib o'tirdik. Hamma yoshullar hammasi Fatiha berdi, 2 yosh baxtli bo'lsin dedi, bizlarni ham yetirsin deb, bizlar ham ichimizdan duo qilib o'tirdik. Shunday kunlarga hammamizni yetirsin Xudoyim. Judayam zo'r bo'ldi, 2 yosh baxtli bo'lsin. Kelinni xizmati buyursin dugonamizga.